Faqat Munisa Rizayeva haqida kutilmagan xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonlik taniqli xonanda Munisa Rizayeva erining haqiqiyligini shubha ostiga qo'yganlarga javob berdi. Uning so'zlariga ko'ra, ko'plab odamlar erining soxta ekanini o'ylashadi, ammo u bunga qarshi chiqib, o'zining Instagram sahifasida shu haqida ochiq fikr bildirdi. Munisa erining har kuni ishlar bilan band bo'lishini aytib, ular orasida aloqaga izoh berdi. Men xo'jayinim ertalabdan kechgacha telefonda o'tiradi, chunki ishlari shunaqa deb yozdi xonanda. U Dubayga sayohat qilayotganda erining boshqa tarafdan o'tganini, o'zining va bolasi bilan boshqa yo'nalishda borganini ham ta'kidlab o'tdi. Biz alohida keldik. Erim yuklarni oldi, telefonda ishladi. Men esa qaysi yuklar bizlarniki ekanini hal qilib oldim, dedi Munisa. Bundan tashqari Munisa Instagram izohlarida yozilgan bir odamning fikriga ham javob berdi. U kishi Munisa eringiz soxta ekan, uni faqat oldingizda olib yurasiz degan edi. Munisa esa bunday xabarlarni rad etib, erim haqiqiy, faqat ishlari shunday deb javob qaytardi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizni kuzatib borishda davom eting.